إسلامي ضاء الكون وزمن بإيمان ضاء الكون وزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala hemimizin bugün etimizden yaşı etimizni onun külümüzden son Allah'ın rahmetine bilen yaşa Allah yolunda törenişe nisbi son bugün toxunmoqchi bo'lgan esnatimizi Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber Aleyhisselam'ın tilarak bizge haber bergen bitiş bu hayatımızdaki nurgun işlerini biz bilmeyen yaman işler nurgun işlerini yaqılırlar her. Hadis Thawban radıyallahu anhu'nun hadisi عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمن أقوم من أمتي إلى يوم القيامة بيتنا كأمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله وهباء منثورا. قال ثوبان يا الله لا نعلم ونحن نعلم قال إنهم إخوانكم من جلدكم ويأخذون من تأخذون ولكنهم أقوام إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها. ما رأى الله استغربان أسمع فهم بعد السلام صلى الله عليه وسلم Allah işlerini kılışının saklanışı için agahlandırıp bu hadiste malum bir kısım kişilerden haber vergen kıssa arkalık bizge ulanın ehvalini hikaye kılış arkalık. Peygamber Aleyhisselam şundak deydi. Ben ümmetimnin içinden kıyamet günü şundak cık yaxşılıklarını kılıp kildiğen Allah'ın aldığı hesap veriş için xuddi Tihame tegidek, yani Tihame degan Arab jazirasiga urilashgan nayt cho'ng bir yo'g'on tog'. Mush tog'dagi qumlardek, mush tog'dagi ushaq tashlardek shundoq jiq yaxshilikni elib keladigan, yaxshiliklar bilan keladigan mushundoq insonlar, mushundoq kishilar bor. Lekin Allah subhanahu va taolo bularning qilib kelgan bu yaxshiliklarni chang to'zonga aylantirib o'tirdi. Bular üçün qilgan bu yaxşılıklarının hech qanday ahamiyati bo'lmaydi, mukofoti, savobi bo'lmaydi deb mushundoq dedi. Mushundoq degan vaqtda Thawban radhiyallohu anhu ansirab, ya Rasululloh, bularni bizga bir sifatlab bersizlar. Ularning alomatlari nima? Sifatlari nima? Biz bilmay, uqmay ularning qatoridan bo'lib qolmasligimiz, ular qilgan ishlarni qilib sanmasligimiz uchun bizga sifatlab bersizlar deb mushundoq dedi. Peygamber Aleyhisselam Thawban'ın bu sualıga cevap verip şundak dedi ki dikkat kılınlar. Ula bolsa sizning qarindoshlarыңlar, yani sizning iymondagi qarindoshlarыңlar, sizning ishingizdan, sizning jamoatingizdan. Ula xuddi sizli kechillar qo'pab Allah subhanahu va taologa ibodat qilib, Allohga yalvirib duo namoz o'qib, Allohga yalvirib duo qilgandek, ular kechillarcho Allah subhanahu wa ta'ala şundak ibadet kılıdı. Allah yalvirdi. Lekin ularning en yaman xatarlik sübti qaysi desa, ular haram işlarni, yani Allah çekilgan işlarni qilishga fursat topsalam, darhal o işincho qiladi. Şu Allah çekilgan haramni qiladi. Allah çekilgan chigirdan, doirdan o'tib ketadi deb xabar berdi. Demek bu hadis nayeti xatarlik bir hadis. Yani mazmuniga hammamiz diqqat qilsak, bizning ishimizda, Turkistonlikning ichida nurg'un jamoat so'rinlarida, masjidlarda bo'lsin, faoliyatlarda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, shundoq yaxshi insonlar nayet ko'p. Namozlari shundoq joyda, boshqa ibodatlari shundoq joyda, shunda ko'p insonlar bor. Lekin amaliy hayotimiz qarasak, nurgun xapiliklar, nurgun ziddiyetler, nurgun talaş tartışlardan hayatımız hali emas. Bu nima uchun mushundaq bo'ldi desa, Allah subhanahu va taolo hammamizni yaman ishlardan saqlasin. Lekin nurgun insonlarda, jamiyatda, kishilar ko'rinishda mushundaq yaxshi sifatlik, yaxshi taat ibodat bilan, go'zal axloq bilan ko'ringan bilan, lekin mush inson o'zining uyiga kirgan vaqtda bo'lsin yoki bu insonni tunimaydigan kishilar bayad bo'lsin, Allah cheklagan nurg'un xatoliklarni qilganligining sababi. Mayli u xatoliklar, masalan, Allah cheklagan ishlar uylarga kirgan vaqtda kishilar ko'rmaydigan yerda to'rda internet qilayotgan qalaymiqonishliklar, mayli Allah cheklagan suratlarni ko'rash bo'lsin yoki Allah cheklagan ishlarni qilish bo'lsin
meyli oğurluk olsun, zina olsun, ya koymuşçuluk olsun, birisi birisinin mal mülkini elib elishi olsun, ya birisi birisiga zulm qilishi olsun, muşularning hammasi bizning yaxshi ishlarimizning bekor qilib o'tishga sabab bo'lgan amallar. Torlarda o'zining ismi bilan emas, o'zining rasmi bilan emas, boshqa rasm, boshqa ismlar bilan kirib, nurg'un qalaymiqan bir narsalarni yezib, musulmonlar o'rtasida ziddiyat fitna tashlaydigan, musulmonlarning o'rtasida adovatga sababchi bo'ladigan mushundaq ishlarni qilishning o'zimi meni hech kishim tunimaydi, boshqa ism bilan kirdim, boshqa rasm bilan kirdim degan bilan Allah subhanahu va taolo cho'qim buni ko'rib turdi, Allah subhanahu va taolo bilib turdi. Shuning uchun mushundaq Allah subhanahu va taolo ko'rdigan, Allah har qanday holatimizni ko'rib turdi, o'qib turdi. Lekin boshqa insonlar meni ko'rmidi-ku deb Allohga osi bo'lishdan hammamiz hazar eylishimiz, diqqat qilishimiz kerak. Yüzümüzde, kalbimizde Allah subhanahu va taoladan mushundaq qo'rqishni, Allah meni har doim ko'rib turdi, qilgan ishlarimni bilib turdi deydigan mushundaq e'tiqodni, mushundaq tushunchani qanday paydo qilamiz desa, birinchi bo'lib har qanday ish mendan sodir bo'lsa, mayli so'z bo'lsin, qiliq bo'lsin, mening qilgan ishimning hammasini Allah bilib turdi degan mush Allohning bilib turishi, Allohning kuzatib turishiga bo'lgan to'liq mukammal iymonni o'zimizda yetishtirish. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va ya'lamu sirrakum va jahrakum va ya'lamu ma taksibun dedi. Mush oyatning beshida Allah osmon zimindagi hamma narsani, hamma ishni bilib turdi, nima ishning bo'layotganligini. Va shundaqli sizning ichki dunyoyingizda nima va tashqi hayotingizda kishilar ko'rsatgan nima ishlaringiz va buning hammasini bilib turdi. Sizning qilgan ishlaringizning hammasini Allah bilib turdi dedi. İkinci olab her bir mümin, her bir musulman özünün qalbida Allah subhanahu va taolo mendan sodir bo'lgan har qanday qiliqni, har qanday ishni tizimlab qo'ydi. Har qanday ishni yozib qo'ydi. Bu qilgan ishdan javob beradigan, hisob kun beradigan bir kun bor deganga bo'lgan iymonini, ishonchisini, tushanchisini %100 yuqori darajada qilish lozim. Mush iymon, mush tushanchi bo'lgan vaqtda inson ko'maydigan yerda yoki o'zim tunuydigan insonlar, kishilar, qarindoshlari ko'maydigan yerda Allohga osiy bo'lishdan, musulmonlarga askilik qilishdan, musulmonlarning ishida ziddiyatga sababchi bo'lishdan qochur, yiroq bo'ladi. Allah Qur'oni Karimda va wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi va yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira ve la yazlimu rabbuka ahada. Kıyamet günü hesap meydanında hem insanın emelleri yazılgan defterler koyulgan vakitte. Defterler koyulgan vakitte Küristan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinayetçilerini, günahkarlarını, günahını muşundak meni hakla kömeydi o, bir kişim kömege vakit kıldım o dep muşundak günah kıygan insanlarını özünün defterleri yazılgan bu bala musibetini, yani günahdan ibaret defterlerde yazılgan günahlarını köge vakitte ulanın şunda qo'rqayotganligini, ensirayotganligini ko'rsan. Ular shundaq deyishdi ki, ist bizga bu qanday kitob bu? Biz qilgan cho'ng kichik ishning hammani yozibdi, hech qaysini qo'yib qo'ymabdi deb mushundaq pushmon qilishdi deydi. U chaqda qilgan pushmonninki foydasi yo'q. Uchinchi bo'lib mushundaq gunoh, ma'siyat, xatolikni sodir qilishdan bizni saqlaydigan, Allah meni bilib turdi, mening ahvolimni kuzatib turdi degan e'tiqodni kuchlantiradigan uchinchi omil, sabab nima desa, jamoat bilan yashash. Musulmon jamoatlari bilan biz Turkistonlik bo'lg'achqa, Turkistonlik muhojirlar bilan Uyg'urlar o'z jamoatimiz ichida yashash. Nima uchun desa, inson jamoat bilan o'zi tunuydigan kishilar bayada nurg'un xato, ma'siyat, gunohlarni qilishdan hayo qiladi. Gunohlardan saqlanib qola oladi. Chunki yolg'iz qolgan vaqtda inson, shayton bu insonning birdan-bir do'sti bo'lib qoladi. Yoki o'zini tunimaydigan, nima ish qilsa hech kim tunimaydigan yerda bo'lib qolsa, bu chaqda insonning qalbidagi hayodan iborat bu axloq yo'qolib ketadi, ojizlab ketadi.
Şunun için nurgun günah masiyet, nurgun hatalıkını çok sadır kılıdı. Şunun için biz Türkistanlıkla her daim bir cemaat bulup, birisi-birisimizni tunuydigan, birisi-birimizning qilayotgan ishlarini bildigan mushundaq muhit, mushundaq sharoitni paydo qilishga alohida kuchishimiz lozim. Hozir jamiyatimizda odatda nurg'un xatolikni sodir qilayotganlar, nurg'un gunohni qilayotganlar o'zining jamoati, ya'ni Uyg'urlar yo'q yerga berib, tunimaydigan yerga berib xatolik sodir qiladi. Lekin Uyg'ur ba jamiyati-chu, Uyg'urlar ko'p rayonlarda-chu nurg'un xatoliklar sodir bo'lmaydi. Chunki bular haya qiladi, qo'rqaydi. Bu munofiqning sifati. Bu hadisda kelgan munofiqning sifati. Munofiqlar-chu shundoq yaxshi ishlarni ko'rsatadigan, o'zini yaxshi ko'rsatishga urinadigan, yomon ishlarini-chu yo'shirdiganlar mana munofiqlar. Shu Qur'oni Karimda yastaghfuna minan nas va la yastaghfuna minallohi va huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda minal qawl. Bular insonlardan, kishilardan o'zining qilayotgan eskiliklerini, yomonliklarini yushirdi dedi. Lekin Allah subhanahu va taolodan yushirmaydi. Ya'ni Allah ham yushirsin uqudda. Yani her qanday holatimizni Allah uqib turdi. Her qanday qilgan ishimizni Allah subhanahu va taolo bilib turdi. Lekin munofiqning sifati chaplashib qolgan, munofiqning sifati bilan kasal bo'lib qolgan insonlar chu desa, kishilardan yushirdi o'zining yomonliklarini. Halbuki Allah subhanahu va taolo ular shu qilayotgan yomonliklarini qilgan vaqtda mayli yolg'on guvohlik bo'lsin, mayli zolimga yordam berish bo'lsin, mayli mazlumga qarshi harakat qilish bo'lsin, mushularning hammasida Allah subhanahu va taolo ularning qilayotgan ishlarini bilib turdi, ko'rib turdi. Lekin bularchu beparvolik qilib, buni kishilar uqmadigo, ko'rmadigo deb mushuna beparvolik bilanchu harakat qildi. Demak, uch xil sifat bizda tepilish kerak. Biz bu hadisdan hamda o'zimizni va shundaqli avlodlarimizni tarbiyalashda qanday foydalanishimiz kerak desa, sabablardan biri bir kun o'zining shogirdlarini sinash uchun biz sahroga chiqib sayohat qilmoqchi. Har biringlar uydan birdan to'qini olib kelib, shu to'qini kishilar ko'maydigan yerda bo'g'izlanglar debdi. Degandan keyin ha ma'qul deb aytsa, hamma o'quvchi to'qini bo'g'izlab go'shni akapti. Bir o'quvchi akamabdi. To'qini akapti, lekin bo'g'izlamabdi. Voy, hamma o'quvchi go'shni akapti, sen nima shunda akammiding? To'qini akapsan-g'o desa, bu o'quvchi debdi-ki, siz bizga ustozimiz hech kishim ko'maydigan yerda bu to'qini bo'g'izlang deb buyurgan. Lekin men hech kishim ko'maydigan bir o'rinni topolmadim. Nega berib bo'g'izlay desam, meni bir zot ko'rib turdi ekan deb javob bergan. Shuning bilan bu ustozi kim u desa Alloh. Nega berib bo'g'izlay desam, Alloh meni ko'rib turdi ekan degandan keyin sen mening haqiqiy shogirdim bo'lsan deb buning peshoynasiga so'ygan dedi. Bu tarbiyalashning vositasi. Yani biz bolalarımizga, shogirdlarimizga ve shundaqli o'zimiz har doimcho har xil vositalarni qo'llanish, shunday qisqa vositalarni Payg'ambar alayhisalom hadisda ko'rsatgandek, har xil uslubni qo'llanish orqali o'zimiz va avlodlarimiz va o'quvchilarda Allah subhanahu va taolo har doim bizni ko'rib turdi, mening qilgan ishlarimni bilib turdi deydigan ruhni, tushunchani, iymonni-chu yetishtirishimiz kerak. Biz musibatni har doim o'ylab tursak, Allohning bizni har doim ko'rib turdiganligiga, har doim qilayotgan ishlarimizni yezib turdiganligiga haqiqiy iymonimiz mukammal bo'lsa, hayotimizdagi nurg'un ziddiyat, nurg'un xafaliklar tugaydi. Musulmonlar ichidagi o'zaro do'stlik, qarindoshlik texmi mukammallashadi. Chunki hozir xafalik nima desa, jamiyat qarsa, so'ringi bo'lsa hammadan yaxshi. Hamma odamning og'zidan yaxshi gap chiqadi. Lekin uyga qaytganda yoki o'zining ashundaq har xil yomon suiqasdlarni yoki yomon gaplarni qiladigan o'zining do'stlari va kelgan vaqtda shu nurg'un yomon gapni qilib, yomon ishni qilib, musulmonlarning o'ttirisiga ziddiyat tushishga, xafalik tushishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun hammamiz Payg'ambar alayhissalomning mush hadisidan nayt chunqur dars olib, qilgan yaxshiliklarimizni, qilgan güzel yaxshi amallarimizni aşında haq ko'maydigo mavada bir kishim uqmaydigo meni bir kishim tunimaydigo deb aşında maxfiy o'rinlarda
maxfiy gunohlarni, maxfiy xatoliklarni, Alloh cheklagan ishlarni qilish orqali yaxshiligimizni bekor qilib o'tmaylik. Bu yaxshiligimizga herisman bo'laylik. Şun İmam Ahmed rahimahullah uzun bir şiir o'qib, mushu kishilardan hayo qilish Allohdan hayo qilmaslikning xatarning ne kadar yomonligini bayon qilgan. U shundoq deydi şiirining beshira: "İza ma qala li robbi amastahyayta ta'sini ve tukhfi az-zanba an khalqi ve bil isyani ta'tini." Mening Farvoydigarim menga: "Ey bandam, mendan hayo qilmay mening oldimga gunohni, bir munch gunohni qilib kelamsan. Kishilardan gunohni, xatolikni yushirsan, mening oldimga gunoh bilan kelishsan, hayo qilmamsan, numus qilmamsan" deb mushundaq deysiman. Nima deyman deb uzun bir she'r bu. İmam Ahmed rahimahullah mushundaq ansirabdi ekan. Ummatni mushundaq kishilar ko'rmaydigan yerda gunoh qilishdan, Allohdan hayo qilmaslikdan qo'rqitib ekan, ansirib ekan, hazar eylashga buyuribdi ekan. Shuning uchun biz hayotimizda Allohning har doim bizni ko'rib turadiganligi, har doim bizning qilgan ishlarimizni bilib turadiganligi, qilgan ishlarimizning hammasini yozib qo'yadiganligidan iborat bu haqiqatga tushunayli. Alloh qalbimizdagi iymonni kuchlantirsin, qalbimizdagi nifoqning sifatlarini Alloh o'z qudrati, fazli bilan qalbimizni poklayversin. Allah subhanahu va taolo bizni yaxshiliklarimizni asraydigan, bu yaxshiliklarni ko'ydirib o'tirgan, bekor qilib o'tirgan yomon amallarni qilib qilishdan Alloh o'z panohida saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني